Assalamu alaikum, hurmatli No'qat xabar xizmati kanal qatorchilari. Bugungi 7-may 2026-yil No'qat shahrida katta zo'r жаңылык mana Xo'sh degan ochilibdir. Qarangizlar. Hozir Xo'sh ismining janida stoydi. Şöyle ses komandadan jan hozir kirib ko'rsatamiz. Janob Stoy, like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Katta ko'raylik. Hurmatli qonaq to'g'ri chiqsangizlar, o'ynab bo'lsangizlar, mana yerda Porsche var ekan, spoiler var ekan, balta var ekan, ördekte var ekan, borcok var ekan, kelib olib ketaverasizlar. Qarangizlar. Hozir olib chiqadi ekan. Mana ko'rsatadi. Pulini o'zingizlar kelib turasizlar. Aksasini aytib berasiz. Qarangizlar. Ördektin Porsche var ekan, tovuq var ekan, animalar var ekan. Kelib olib ketarsiz. Qarangizlar. Mana bu yerda kelchuk bor ekan, uqsiz bor ekan. Tayyorlangan ish. Mana bu yerda mangaldari bor ekan. Mangallar, stollar bor ekan. Stollar 200 so'm o'xshaydi, ha? Stollar 200 da var. Mana nimalarchi? Kömürler 320. Ko'mir 320 ekan. Kelaverasizlar. Qisqasi. Shashilib pishirgan borcok bor ekan bu yerda. Yenilerden beri var ekan, mana jelpik işleri ham bor ekan. Daragi No'qatda o'sh uchun so'yin janida. Qarangizlar. Mana shashlik pishirgani ham bor ekan. Bemalol qilaverasizlar. 520 deydi. Bu 320 var. Ya estağfurullah, kesersin 320 ekan. 500 qo'yib oldim. 320 ekan. Mana 50 so'mdan uqsiz. Kelchuklar ham 50 so'm ekan. Arzon ekan, kelaverasizlar. Burada qaqaraz olsangizlar ham kelaverasizlar. To'g'a chivaslar, vobshirga, saxabaga, Qaraqo'yga borsangizlar, kelib shu yerdan olib ketaverasizlar. Mana. Pulni o'zingizlar kelishib söylashib olasizlar. Baringizlarga o'zimning atimdan janob No'qat xabar xizmati kanalidan tinchlik-omonchilik qolayim. Facebook'a, janob Instagram'a qatnashib qo'yingizlar.